iDonate saytidan ro'yxatdan o'tish qo'llanmasi. Birinchi bo'lib o'zimizga qulay brauzerga kiramiz va qidiruv bo'limiga idonate.uz deb yozib olamiz va bizga sayt ochiladi. Saytga kirgandan so'ng mana bu ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va mana bu yerda ma'lumotlarimizni birma-bir to'ldirib chiqamiz. Birinchi bo'lib ismimiz, keyin esa familiyamizni yozamiz. Keyingi qatorda o'zimizning unikal username'imizni yozamiz. Masalan, Sendor Hub. Elektron pochta bo'limiga esa o'zingiz har doim ishlatadigan aktiv bo'lgan elektron pochtangizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa saytga akkauntingizga kirishingizda juda ham kerak bo'ladi. Keyingi qatorda esa YouTube kanalingiz nomini va pastda esa YouTube kanalingizga havolani berasiz. Havolani esa YouTube'ga kirgan holatda mana bu yerdagi Share Channel tugmasidan olishingiz mumkin. Havolani qo'yib bo'lganimizdan so'ng undan pastga kanalimiz haqida qisqacha matn yozib qo'yamiz. Masalan, biz kanalimizda asosan nima kontent joylashimiz haqida. Keyingi qatorda esa kanalingiz sozlamalardan rasm, ya'ni screenshot so'raladi. Buni xohlasangiz YouTube orqali olishingiz mumkin, lekin YouTube Studio orqali olishni tavsiya qilaman. App Store yoki Play Marketdan YouTube Studio dasturini yuklab oling va dasturning asosiy menyusidan screenshot oling. So'ng ushbu olingan screenshotni mana bu yerga yuklang. Keyingi ikkita qatorda parol o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz doim foydalanadigan, murakkab hamda esingizdan chiqmaydigan parolni qo'ying va uni ikkala qatorga ham bir xil qilib yozing. Login hamda parollaringizni kerakli joyga olib qo'ysangiz, akkauntga kirishda siz muammoga duch kelmaysiz. Hamma qatorlarni to'ldirib bo'lgach, ommaviy oferta bilan tanishib chiqing va mana bu yerga galочка bosgan holatda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng akkauntingiz ochiladi va kiritgan ma'lumotlaringiz bir kun ichida tekshiriladi. Agarda cho'zilib ketsa, iDonate adminga murojaat qiling. Akkauntingiz administratsiya tomonidan ko'rib chiqilib, tasdiqlangandan so'ng siz telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga xuddi mana shunday formatda telefon raqamingizni kiritasiz va kodni yuborish tugmasini bosasiz. Shundan so'ng sizga SMS keladi va SMS orqali kelgan kodni mana bu yerga kiritib, raqamni tasdiqlash tugmasini bosasiz. Tabriklayman, sizning profilingiz ochildi. Endi saytdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Lekin sizda to'liq imkoniyatlar ochilishi uchun identifikatsiyadan o'tishingiz kerak. Saytdagi yon menyuni ochamiz va tepa qismdagi identifikatsiya bo'limiga kiramiz. Bu yerda pasportingizdagi mana bu joylarda ko'rsatilgan JSHR raqamini kiritishingiz kerak bo'ladi. To'liq kiritganingizdan so'ng tekshirish tugmasini bosasiz va barchasi tayyor. Siz saytdan to'liq ro'yxatdan o'tdingiz. Endigi navbat esa donat tizimini ulashga. Buning uchun bizga Rahmat Pro dasturi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib App Store yoki Play Marketdan Rahmat Pro ilovasini yuklab olamiz va ilovaga kiramiz. Eslatib o'taman, sizda debug rejimi yoqilgan bo'lsa, ilovada mana bunaqa bildirishnoma chiqadi. Debug, ya'ni razrabochka rejimini o'chirib qo'yish tavsiya qilinadi. Xullas, ilovada o'zimizga kerakli tilni tanlaymiz va bu yerda ilova bilan tanishib chiqamiz. Keyin esa ro'yxatdan o'tishni boshlash uchun telefon raqamimizni kiritamiz. Bu yerga esa kelgan kodni kiritib, davom etish tugmasini bosamiz. So'ng keyingi oynadan mana bu pastdagi identifikatsiyadan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerga esa pasport seriyamiz va tug'ilgan sanamizni kiritamiz. So'ng davom etish tugmasini bosamiz. Tayyor turing, biz identifikatsiyani o'tish uchun kameradan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ilovaga kameradan foydalanish ruxsatini beramiz. So'ng kameraga qarab identifikatsiyadan o'tib olamiz. Shaxsimiz tasdiqlangach, yana davom etish tugmasini bosamiz va bu yerdan o'zini o'zi band qilishni tanlaymiz. Keyingi qadamda esa IT kategoriyasini, undan keyin ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat xizmatini tanlaymiz va qarabsizki, hammasi tayyor. Ishni boshlash tugmasini bosamiz. Ilovaga parol o'rnatib kirib olganimizdan so'ng keyingi qadamga o'tamiz. Pastdan profil oynasiga o'tamiz va bu yerdan biznesim bo'limini ochamiz. Ochilgan oynadan esa integratsiyalar bo'limiga kiramiz. Ishni boshlash tugmasini bosamiz va bizda mavjud integratsiyalarda iDonate chiqib keladi. iDonate'ni ustiga bosamiz va pastdagi ulash tugmasini bosamiz. Ochilgan oynachada mana bu yerda galочка qo'yamiz va ulash tugmasini yana bir marta bosamiz. So'ng bizda keyingi oyna ochiladi va ulashni boshlash tugmasini bu yerda yana bosamiz. Xizmat faollashadi. Ana endi sizga donat orqali yuborilgan barcha pullar Rahmat Pro'dagi hisobingizga kelib tushadi. Shunday qilib ro'yxatdan o'tishni butunlay yakunlab oldik. Siz bilan Sendorz bo'ldi. iDonate saytidan foydalanishda davom eting.